Xo'sh, assalomu alaykum, o'rtoqlar. Bugun 30-sentyabr, oyning oxiri. Bugungi yangiliklarni ko'radigan bo'lsak, bugun dollarga qizil papkada yangilik yo'q ekan, yevroga ham, dollarga ham. Demak, bugun svobodniy kun ekan. Xo'p, yevro USD ni kunlik time frame ni ko'radigan bo'lsak, bizda o'sha ichki kursidan, ya'ni ichkidan yana tashqiga yurish boshlanishi kerak va birinchi kelgan short term candle ikkinchi candle tomonidan sweep qilinsa, undan keyin biz o'sha 3-chi, 4-chi, 5-chi candlelardan tashqi kursini target qilib ishlasak bo'ladi. Va bir marta men oylik time frame ni ko'rsatmoqchiman, tushuntirmoqchiman. Chunki oylik candle bugun yopilishi uchun. Xo'p, oylik time frame ga e'tibor beradigan bo'lsanglar, bizda narx tashqi liquidity olganidan keyin grab qildi. Endi ichki liquidity narx qaytishi va yana tashqi liquidity qarab yo'nalishi kerak, to'g'rimi? Va bu o'rinda bizda e'tibor bersanglar, narx ichki liquidity qaytishdan oldin shu zonadagi buy side liquidity olib, ya'ni sell stoplarni mana candle tozalab berdi. Bu oyga sentyabr candle. Demak, shundan tushunsak bo'ladiki, bu qo'yilayotgan high, ya'ni sentyabr oyi sell stoplarni berib, oyda high nuqtasini qo'ygan bo'lsa, bu tushunsak bo'ladi, narx endi ichki liquidity qaytishi ehtimoli katta, chunki tepada narx sell stoplarni yig'ishtirdi. Endi biz o'sha kunlik time frame da ichki tashqi liquidity shaklda ichki liquidity gacha, oylik time frame dagi ichki liquidity gacha sell qarasak bo'ladi. Va kunlik time frame da ko'radigan bo'lsak, xo'sh, kunlik time frame da o'sha oylik time frame dagi high ni olish planida market low resistance liquidity yig'ib, ya'ni hech qaysi buy stoplarni bermasdan keyin puls bilan tushib MSS berdi va undan keyin ichki liquidity turibdi. Endi bu yerdan narxda biz tashqi liquidity ga sell model ko'rmoqchimiz. Ya'ni hammasi logichniy turibdi va o'sha oylik time frame dagi imbalansgacha marketda, ya'ni order flow'imiz makro qaraganimizda berishga o'zgarishi kerak. Ya'ni mana zonadagi o'sha buy stoplarni berganida, sell stoplarni bergandan keyin, ya'ni short termda olganidan keyin yana tashqi liquidity qaytib, tashqidan yana ichkiga qaytib, to'g'rimi? Shunaqa shaklda narxda o'sha bir marta yana bersa sell stop beradi va shu bilan biz ichki liquidity gacha marketda sell planini ko'rib chiqsak bo'ladi, ya'ni makro qaraganimizda. Endi kelinglar uzoqlashmaymiz, bugungi kutilayotgan price actionda bugun nima kutsak bo'ladi? Shuni gaplashsak, o'sha kunlik time frame da e'tibor bersanglar, o'sha boya aytdim, yana qaytaryapman, short term olinish kerak bugun, yoki dollarda olinish kerak, yoki yevroda olinish kerak, yoki GBP da plus bittasida olinish kerak va shu bilan SMT bo'ladi. SMT bo'lganidan keyin biz keyin o'sha teparoqdan sell qarasak bo'ladi. O'sha H1 time frame, ya'ni MTF, LTF dagi pozitsiyalardan kelib chiqqan holatda 1 soatlik time frame ni ko'radigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da oylik o'tib ketibman buraya. 1 soatlik time frame da ko'rishimiz mumkin. Bizda o'sha hali ham bullish price actiondamiz, ya'ni o'sha boya yana qaytaryapman, short term olinish kerak. O'sha short term olinishi uchun agar bizda shu candledan agar narx qaytadigan bo'lsa, dollarni ham bitta ko'rib qo'ydi. Uzr. Dollarda ham agar birortasi olib qo'ymabdim, GBP olmabdi bu hali beri. Demak, SMT yo'q, hali dollar olibdi, uje e'tibor beringlar. Bizda dollarda o'sha zonadagi minimum olingan, yevroda olingani yo'q. To'g'rimi? Demak, SMT bor. Ya'ni agar mabodo narx ichki liquidity ga qaytadigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ichkiga qaytmaydi. Uni dollarda, qarochi, tepa olingan bo'lsa, tepa sweep ko'rinishida yopiladigan bo'lsa, ya'ni idealroq bo'ladi. SMT si ham misol o'sha dollarda minimum ko'rinishda edi-yu, hozir oyog'ini osmondan qilib kelmadi. Shu zonani sweep qilib, undan keyin sweep qilgan candle ham sweep qilib, keyin pastga yuradigan bo'lsa, ichkiga emas, to'g'ridan to'g'ri tashqi liquidity ga yuradi, to'g'rimi? Demak, okay. Demak, bizda o'sha narx short termda olgandan keyin SMT bo'ldi. Agar yevro tepani olsa chiqadi, olgani olmasa shu bilan 1 soatlik time frame da
tepa olingandan keyin, agar tepa olinsa yoki olinmaganidan keyin dollar olib qo'ydi SMT. Biz endi to'g'ridan-to'g'ri tashqi kursigacha qarasak bo'ladi, chunki biz kunlik time frame ichki kursida turibmiz. Bitta va SMT bo'ldi dollar bilan. To'g'rimi? Endi ichkariga qaytadigan bo'lsak, shu bilan biz sell pozitsiyalarni qarasak bo'ladi. Ichkidan tashqiga shunaqa tempda tashqi kursigacha 164.55 zonasigacha. Xullas qisqasi marketda qanaqa yurishini ko'rib oldik va 5 minutlik time frame da bugun qanaqa entrylar qilsak bo'ladi degan savolga o'sha kunlik bias nuqtamiz dollar olib qo'ydi, ko'rdik boya. Narx o'sha midnightdan oldin mana zonalarda SMT berib, Osiyodan tepaga qarab chiqib ketibdi. London Kill Zone ochilishi bilan bizda o'sha marketda tepaga yurish boshlandi. E'tibor bersanglar, sal pastroqda shu zonadagi sell side kursini yechib, rowni yechib, undan keyin yana tashqi kursilar grab qilinyapti. To'g'rimi? Tashqi kursilar grab qilinyapti. Demak, endi uni tepaga qo'yadigan bo'lsa, tepaga qo'yib bersa ham bo'ladi, chunki dollar olib qo'ydi, gaplashdik, ko'rdik, SMT bor va endi agar shu zonadan narx pastga MSS beradigan bo'lsa, ya'ni pastga MSS beradigan bo'lsa, biz ichki kursidan tepaga emas, to'g'ridan-to'g'ri sell pozitsiya qarasak bo'ladi. Deylik, New Yorkda yana bitta buy side olinsa, shu bilan biz sell pozitsiyalarni qarasak bo'ladi. O'sha pastdagi 171 Osiyoni lowigacha. Shunaqa gaplar akalar. Agar tepaga chiqib yevro ham olib qo'yadigan bo'lsa, balki GBP bilan SMT bo'lar, lekin o'sha biz sell pozitsiyalarni qarashimiz to'g'ri bo'ladi, chunki bizda o'sha daily time frame da narx ichida turibdi. Bugungi ko'tarilishi prosta o'sha short termni olib, intermediate term, long term high qo'yib, undan keyin pastga tushib ketish marketdagi hozirdagi bugungi plani. Qisqasi shu, makillab oldim. Update bo'ladigan bo'lsa kanalga qo'yaman va qolganini kanalda gaplashamiz akalar. Charchamanglar, kuninglar yaxshi o'tsin, salomat bo'linglar.